Yukarıkılık yana devam hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslaq 2021 yıl 5. ayının 2. günü. Yukarıkılık yana devamı soğuk münasebetler vuruşu devirde 5 gözlükler ittifakı, ahbarat yani istihbarat. Ahbarat emas, istihbarat sahası. İttifaklık. Sabık Sovetlerge qarıtılğan idi. Hazır 5 gözlükler ittifakının istihbarat faaliyetleri işleri mühim obyekti Cungo'dur. Yaponiya istihbarat uçurlarının toplaş bilen kurulgan devlet bolgaçka, Asiyada istihbarat uçurlarının toplaştan peşivasi dep atalıdı. Hatta Cungo'da casusluk doğrunun tiklenişinden Yaponiya'da lügengen. Şunlaşkı Cungo doğrusu da uçur toplaşta ve Cungo Kompartiyası doğrusu da istihbarat uçurlarını toplaşta ve uçurlarını təhlil qilish iqtidardan aytganda Yaponiya alayda oran tutudur. Cungo'dan kelayotgan, bargansiri kuchayotgan Yaponiyaning yordamiga hargiz sal kechiringlar. Cungo'dan kelayotgan, bargansiri kuchayotgan tahdidiga Yaponiyaning yordamiga erishmay turib yoki buningga sal qarashga bo'lmaydi. Şuna Amerika, Angliyada Yaponiyaning 5 gözlükler ittifaqı qatnashishni qo'llash sadolari chiqishga boshladi. Qaraganda Cungo Kompartiyasining ko'p taraflik tahdidiga qabul turish uchun Yaponiyaning 5 gözlükler ittifaqı qatnashishga ma'qul bo'lishi va Yaponiyaning 5 gözlükler ittifaqı qatnashishi shuningdan dalolat beridiki Amerika, Angliya qatarlıq devletler istihbaratdan tam foydalanish jihatda zich hamkorlashidir. Bu nimishki Cungo Kompartiyasining yuragiga dat salmasan, bundaq ahvolda Cungo Kompartiyasi haqiqatan dardman bo'lib ketadi. Shunlashqa qip yalang'ochlab o'ttirg'i chiqib Cungo Kompartiyasining diplomatlari yani Shinhuashi tahdid talaffuzi bilan Yaponiya Amerika tarafga eg'ishga jur'at qila olamdi mavzuliq maqolani yozdi. Maqola yozilish bilan mundaq tanqid bilan boshlandi. Yaponiya ishkiga qo'shilgan suhbat elib borgandan keyin Yaponiya Amerika bilan bo'lgan munosabat o'zliksiz kuchaydi. Ko'plagan masalalarda Jungoning jonijon manfaatiga xirs e'lon qildi. Yaponiyada lazer Amerika Yaponiya o'rtasida tangpungliqni saqlaydigan siyosatni o'zgartib, kun sayin Amerika tarafga eg'ib ketyapti. Yaponiyaning so'z harakatlari Jungo Yaponiya munosabatlariga to'sqinlik paydo qildi. Shundaqli Yaponiyaning o'zining manfaatiga ziyon soldi. 4-ayning 16-kunida Yaponiya Amerika ishki davlat birlashma bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatgan. Ikki taraf Jungoning Sharqiy dengiz, Janubiy dengizdagi faoliyatlariga diqqat qilyapti. Hong Kongda Uyg'uristonda bastırı siyasi yo'l qo'yayotdi deb tilg'ilib, ikki davlat hamkorlashib Jungoning ig'vogarchiligiga taqobil turishini ta'kidlagan edi. Birlashma bayonotda 4-ayning 16. 3. Vaksina masalasida Amerikaga yordam bermadi. Bu cümle xatomi yoki men xato tarjima qildim, jumla to'liq emas ekan. Kimga yordam bermadi masalan? Vaksina meselesi doğrusu Amerika kimge yardım beriş gerek? Yardım vermedi dedi. Yaponiyaga mı yak kimge? Enek emas. Yazgıcı şavxoy mundaq his qildi. His qildim deydi. Yaponiya Amerika tarafga eg'ish jur'at qila olamdi. Maqola Jungoning g'ayratini oshkorlagandan boshqa butun maqolada Shinhuashi qattiq qo'l bilan yumshoq qo'l bo'lishni birlashtirib
bol birishni birlashtirib, nasat koy momayladik Yaponiyaga nasat qilib, Amerikaga yaqinlashma, Amerikaga ishongili bo'lmaydi deyishga boshladi. Demek bir çoğun devlet Cungo hükümeti Yaponiyaga nasihat qilganda Amerikaga yaqinlashma, Amerikaga ishongili bo'lmaydi deb nasihat qilishga boshladi. Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatgandimi shunda xiyoldimitiniz Cungo? Qachondan boshlab Amerikaga ishonmaydigan bo'lib qoldingiz Cungo? Nasihat qilishga boshladi. Çünkü Cungo'nun meyli valaklaş olsun, keçirenler, meyli valaklaş olsun, ya ki məsləhət görüşdüş olsun, yəni də Cungo'nun teşe pal işçiğalğal aletini gövdlendirdi. Şu makalını yazıştadı, şın hoş edildi. Çünkü Cungo'nun içki dünyasında korkuvatkan bir mesele Yaponiyanın Amerika tarafga eğip gitişidir. Amerika Yaponiya ittifaqlaşlığı ve texmi köp devletler ittifaqlaşıp Cungo Kompartiyasiga qarshi ittifaqlaşlık Cungo Kompartiyasiga qarshi ittifaqlaşlığıdır. Xalqaro jamiyatda Cungo Kompartiyasiga qarshi turg'uchi kuchlarning üstünlükte turgan çığı ve devlet içinde Cungo Kompartiyasiga qarshi kuchlar bilen til biriktirgen çığı, chet el kuchları devlet içindeki kuchlar bilen til biriktirgen çığı, Cungo Kompartiyasi hükümranlığı yana qancha vaqt mavjud bo'lib tura olaydi. Savol belgisi, öndeş belgisi.